o'g'illar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Muhtaram azizlar, Qur'on shaydalari. Mana bugun biz Namangandamiz. Namanganda albatta markazi bo'lib ham buyuk ulug' xonadon Hazratimiz Muhsinxon qoripochchamizni har birimizga Alloh subhanahu va taolo bu zotga berilgan maqomni, har birimizga Alloh subhanahu va taolo bu zotdek Qur'onga xodim bo'lishligimizni nasib qilsin.